Okalar, Namangan shahar Boburshoh yo'nalishi. Boburshoh yo'nalishida Lolaga ketishda o'ng qo'lda ro'paramda 11-maktab turibdi, ko'rib turibsizlar. Bosmeyevga 4-etajdan kvartiramiz ijaraga beriladi. Hozir sizlarga uyimizni tanishtirib o'taman. Okalar, eshigidan kirishingizda shunaqangi kengina koridor qismini ko'rib turibsizlar. Koridor qismini ham bir o'zining dizayniga moslab turib, bu yerga ham stol qo'yib turib, hol sifatida foydalansani ham bo'ladigan holatda. Xo'p, bu tarafda bizning asosiy zalimiz ko'rib turibsizlar, zal ham juda ham katta, gilamlarini solib qo'yilgan, pardalari ilingan, o'rtaga katta lyustralarni ham qo'yib qo'yishgan. Xo'p, zalimizda shaharga qaragan oynasi bor, bitta katta, bemalol shaharni tomosha qilib turishingiz mumkin. Xo'p, keyingi xonamizga yo'l oladigan bo'lsak, keyingi xonamiz bizda spalni mebellarimiz bor, divani, buni nomini nima deydi bilmayman, kommentariyaga yozib ketasizlar. Shunaqangi narsalari ham bor, o'rnatilgan. Xo'p, bu tarafda yon tarafda ham bitta oynalari bor, umumiy ikkita tashqariga qaragan oynasi bor ekan. Xo'p, keyingi xonamiz bizda oshxona. Oshxonamiz ham qisman mebellari bor, gazi bor qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, gaz счётчиги bor. Demakki, gazi ham bor degani. Mana shu holatda bu xonamizda gilami yo'q, bemalol olgan odam o'zini gilamini sovg'asa bo'ladi. Qishki mavsumda isitish uchun qo'lning uyimiz ataplini registr qilingan, markazlashgan isitish sistemasiga ulangan. Xo'p, bu tarafda bizda hammom vannalari o'rnatilgan, aristollari bor. Mana shu holatda. Xo'p, keyingi xonamiz bizda hojatxona. Hojatxonani ham yerga o'rnatishgan, narginizdan o'rnatishmagan, yosh kattalar narginizga o'tirishga qiynalishadi. Shuning uchun shunaqasidan o'rnatib qo'yishgan ekan. Ushbu uyimizni ijara narxi $250. Makliya xizmati alohida. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, ushbu uyimizni ijaraga olishingiz mumkin. Barchani kanalimizda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar hali oldinda.